31 oktyabr kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo 50 davlat Birleşken Devletler Teşkilatı Umumiy Kengashining 77 qitimliq yig'inida o'rtaq bayonot e'lon qilib, sobiq Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy komissari Bacheletning bu yil 31 avgust e'lon qilgan Uyg'urlar haqidagi dokladini qo'llaydiganligini bildirgan. Bu 16 oktyabr Amerika, Kanada, Angliya qatorliq davlatlar tarafidan o'tirg'i qo'yilgan Bacheletning dokladini muzokara qilish taklif loyihasining intayin oz farq bilan Xitoyni qo'llaydigan davlatlar tarafidan rad qilinishidan keyin xalqaro jamiyatning Uyg'urlarni qo'llab e'lon qilgan muhim harakatidir. Mazkur bayonot 31 oktyabr Birleşken Devletler Teşkilatı Umumiy Kengashining 3-komitetida Kanada vakili tarafidan o'qib o'tilgan. Gravely concerned about the human rights situation in the People's Republic of China, especially the ongoing human rights violations of Uyghurs and other predominantly Muslim minorities in Xinjiang. Bayonotda Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy komissarining dokladida Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa asosliqi musulmon bo'lgan asonliq millatlarni xohlagancha kamsitish xarakterlik tutqun qilishning ko'lami xalqaro jinoyat bo'libmi insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilishi mumkin deb ko'rsatilganligi Xitoyning bu dokladni muzokara qilishni rad qilishidan andisha qilayotganligi ta'kidlangan. Bayonotda mundaq deyilgan: biz Xitoy hukumatini xalqaro kishilik huquqni qo'g'dash mas'uliyatiga amal qilishga, shundaqla BDT Kishilik huquq oliy komissariyati ishxonasining dokladidagi tavsiyalarni to'liq ijro qilishga chaqiramiz. Bayonotda yana Xitoyning Xinjiangdagi erkinligidan xohlagancha mahrum qilingan barliq kishilarni qo'yib berish uchun qadam bosish, shundaqla g'oyib bo'lgan aile a'zolarining oqibati, ularning qayerda ekanligini oydinlashtirish, ular bilan bexatar aloqa qurish ham oilasi bilan jam bo'lishni ishga oshirish talab qilingan. Arbitrary detention and systematic use of invasive surveillance on the basis of religion and ethnicity, severe and undue restrictions to legitimate cultural and religious practices, identity and expression, including reports of destruction of mosques, shrines and cemeteries, torture, ill treatment, and sexual and gender-based violence, including forced abortion and sterilization, enforced disappearances and family separations, and forced labor. Mazkur bayonotga Albaniya, Andorra, Avstraliya, Belgiya, Beliz, Somali, Bulgariya, Turkiya, Kroatiya, Kanada, Chexiya, Finlandiya, Fransiya, Israeliya qatorliq davlatlar imzo qo'ygan.